Mana shu men bir narsaga juda ham xursand bo'lib ketaman. Sog'lom turmush tarzini targ'ibot qilish. Farzandlari baquvvat elning davlati qudratlidir degan. Farzand baquvvat bo'lsa har taraflama ish unumi ham o'sadi, kasallik varaqasi ham kamayadi. Bugungi kunda davlat boshqaruv sohasida faoliyat olib borayotgan mutaxassislar nafaqat chuqur bilimli, tahliliy fikrlaydigan, balki sog'lom va jismoniy tayyorgarlikka ega bo'lishlari zarur. Shu sababli ham Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasida ham sport mashg'ulotlariga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu sport mashg'ulotlarida biz trenajyor mashg'ulotlarni o'tkazamiz, turli xil jismoniy harakatli o'yinlarni bajaramiz va mashg'ulotlarimiz juda ham qiziqarli tashkil etiladi. Sport tinglovchilarning stressga bardoshliligini oshirish, jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish, shu bilan birgalikda ish faoliyati davomida samarali xizmat qilishlariga alohida yordam beradi.